Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aka-ukalarimiz bugun mana alhamdulillah Allohning fazli bilan Aravon xalqimizga ko'mir tarqatish ishini boshlab yubordik. Hamma ehson qilganlardan, bu ishlarga qo'l urganlardan, bizlar bilan yelkama-yelka bo'lgan shu birodarlarimizdan hammalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Inshaalloh mana Kamluzum, bu yog'i Oktyabr ko'cha, Chekavod, Tepaqo'rg'on qilib hamma joylariga spiska qilamiz inshaalloh. Shu kam ta'minlangan, otadan yosh qolgan bolalar va boquvchisi yo'q opalarni uylarini inshaalloh sizlarning yordaminglar bilan xabar olib kelamiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, mana birodarlar, Allohning fazli va karomati ila biz bugun 45 ta semiyaga Allohning fazli bilan 7 qop, 8 qopdan qilib ko'mirlarni bo'lishtirib berdik. Bu ehson qilgan aka-ukalar hammanglardan Alloh rozi bo'lsin va xossatan kelib o'z markablari bo'lsin, o'zlarining jismoniy quvvati bo'lsin va barcha muoilaviy tomonlama bizlarni qo'llab kelayotgan aka-ukalarimizga biz o'z jamoamizdan minnatdorchiligimizni bildirib qo'ymoqchimiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, bu yerda Allohning fazli bilan kichkina ish bo'lmadi. Biz ko'p ta'kidlab o'tamiz, kuch birlikda. Haqiqatan kuch birlikda. Juda ham ko'p. 45 ta semiyaga 7 qop, 8 qopdan degan ko'mir bu juda ham zo'r. 350 kilo, 400 kilo degandek gap. Inshaalloh bu agar kam bo'lib qolsa, kelajakda yana tarqatib qo'yamiz. Shunga birodarlar, biz bir-birimizga ishonch bildirib, shunday bir-birimiz bilan yelkama-yelka turib, bu ishlardan hali ko'pini qilib olsak bo'ladi. Allohning fazli bilan mana yaqinda yana bitta uyimiz bitadi. 2 oy deganda keyingi uyimiz ham bitib qoldi. Buni ham inshaalloh yaqinda biz sizlarga отчетlarini chiqarib beramiz. Endi birodarlar, bu ishlar albatta targ'ib bilan bo'lar ekan. İnson bir-biriga yetkazishlik bilan, ya'ni amru ma'ruf nahyul munkar bilan bo'lar ekan. Ya'ni yaxshilikka buyurib, yomonlikka qaytarishlik bilan bo'lar ekan. Shunga bizni payg'ambarimiz alayhisalom buyuribdi. Birodarlar, biz sizlarni bu yaxshilik ishlariga chaqirib qolamiz. O'z Alloh taolo sizlarga bergan mollaringizdan infoq ihsonlar qilinglar. Agar sizlar joylarini topolmayotgan bo'lsanglar, bunaqa seminalar biz yashayotgan mana shu mintaqalarimizda, diyorlarimizda nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p birodarlar, sizlar ishoninglar. Biz shunday yaxshi, bunday davrda yashayapmizki, kambag'al yo'q. Kim ekan mana deb ko'pchilikning og'zidan eshitib qolamiz. Yo'q, unaqa demang birodar, siz adashasiz. Bunaqa nihoyatda ko'p. Kelsangiz, biz sizni olib borib qo'yamiz. Allohning marhamati bilan alhamdulillah biz jamoamizda, bizda birovni haqqiga ko'z olaytirishlar yo'q. Hammamiz o'zimiz ishimizda, tirikchiligimizda tirikchilik o'tkazgan odamlarimiz. Alhamdulillah. Shunga ikkilanmasdan bu doimiy tarqatib yuradigan kartalarimizni aytsak, sizlar ikkilanmasdan solib qo'yishinglar mumkin. Bunga hech kim ko'z olaytirib, birov bir suqlik qiladigan odamlar yo'q bu yerda. Endi biz bu karta nomerlarimizni yana bir bor sizlarga ta'kidlab o'tamiz. 0558 bilan 088 400 raqamida M-Bank nomerimiz bor. Va mana shu nomerimizda, ya'ni yana ta'kidlab o'tamiz, 58 bilan 088 400. Shu nomerga 7 nisa qilib solsangiz ham bo'ladi. Va ushur va zakot shunday naqd pullaringlar bo'lsa, shu nomerlarda 24 soat aloqada bo'lamiz. Xohlagan mahal, kechasimi, kunduzimi, misol uchun uzoq yurtda yurgan aka-ukalar bunday videoni ko'rib turib, menda shunaqa pul bor edi-da, soat moncha bo'libdi deb o'ylanib o'tirmang. Biz Allohning yo'liga, Allohning rozichiligini istab chiqdikmi, biz shu ishni mas'uliyatini oldikmi, siz har qanday vaziyatda bizni istasangiz, inshaalloh topasiz. Telefon qiling, biz qo'ng'irog'ingizga javob beramiz inshaalloh. Aka, shunday pullarimiz bor, shuni o'z egalariga yetkazib qo'yaylik desanglar,
Holinglar o'zinglar birga kelinglar. Biz undan xursand bo'lamiz. Holinglar ishonib topshiringlar. Bu ishlarni biz o'z egalariga topshiramiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bunaqa bir solih ishlarda Alloh taolo siz va meni bardavom qilsin. Doimo birgalikda shunday ishlarni qilib yuraveraylik. Birodarlar, bu tarqalayotgan ijtimoiy tarmoqlarimizga albatta sizlar podpiska bosib qo'yinglar. Bu podpiska bosishinglar bilan bu videolarimiz yana ham ommaviylashishiga, yana ham ko'pchilik ko'rishligiga yordam bergan bo'lasizlar. Yoki bo'lmasa arzimagan bir kommentariy yozib qo'yinglar. Yoki bo'lmasam like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bu ham katta ish, birodarlar. Hammangizdan shuni so'rab qolardik. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Shunday bir yaxshi ishlarda Alloh taolo siz bilan bizni birlashtirib olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.